Dada! Dada! Assalomu alaykum otajonim. Meni otam. Kechmisan, qalaysan? Yaxshi bo'lib keldingmi? Otajonim, mehribonim. Otam qarang. Sizga nima deb olib keldim deb o'ylaysiz? Bilmasam? Umraga yo'llanma otajonim. Ya umraga-ku bu. Ya maşallah, rahmat o'g'lim. Otajonim. Rahmat bolam. Men aytdimki, men uddalayman ota. Farzandingiz davrida mazza qilib yashaysiz inshaalloh. Rahmat o'g'lim. Juda xursand bo'ldim. Men xursandman shundan. Rahmat bolam. Yig'lamang ota. Hali bundan zo'rlanib ota. Mashinalar eng zo'r mashinalar olib beraman ota. Yig'lamang otajonim. Ikkinchisi mana yana bitta bor ota mana. Bu kimga deb o'ylaysiz? Sertifikat, ya'ni menga berilganda, ya'ni onamni ozgina masalari yo'qligi uchun davolanishga ketganlari sababli onajonim biz borganimizda inshaalloh boradilar, albatta u nikohlarga bormaymiz va otajonim o'zim Ka'bada yelkamda men sizga aytardimku, otajonim yelkamga chiqarib men sizni aylantiraman dedi. Rahmatulloh. Inshaalloh men nasib qilgan ekan 22-sanaga